بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو ذو محرم منها. Ecnin vacip bulaş şartlarının qatarda ayol kişiye vacip bulaşışın bir şartı o şu yeri yaki mahram buna billi buluş gerekmi? Şuna boğanda ne vacip bulamdı yaki bu musun vacip bulavramdı? İhtilaflaştı dedi. Yutawi'uha alal khuruj ma'aha ila seferi lil hajj. Haj üçün safar qilishga billaman chiqish beray, billa baray deydigan mahram tuqqini yoki yo'ldoshi bo'lish kerakmi? Ma'qul deydiganlar. Faqala Malik va Shafi'i laysa min shart al-wujub zalik. Vacip bulaşışdan şart emas deydi. Ayolning unda tuqqanlar bo'lmasimi vacip bo'laverdi. Yani berish kerak demak hozir, ha? Wa takhrujul mar'atu lil hajj idha wajadat rifqatan ma'muna. Ayol kishi hajga yo'ldoshi mahrami bo'lmasimi xotirjam bo'ladigan shaylik bir guruh ham safarlar bo'lsa chiqaverdi debdi. وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة وجود ذي المحرم ومتابعته لها شرط في الوجوب. محرمنا بولشة وشيء بريشك ما أقول ديشة واجب بولشان شرطه. أيضا عند أدم بومغا يلكش واسا ونه واجب بومغا يدو دبس. أما بها سبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة ثلاثا. Hajga buyurgan oyat var. Velillahi alennas hajjul beyti man istata ilayhi sabila. Mishalga buyruq umum kishilarga qilingan buyruqda, er olsun, ayol olsun. Hamda ayol kishining yolg'iz mahramsiz holatda safar qilishidan chekilgan hadislar var. Buningga taqishib qoldi dedi. Ayol kishining masalan 3 kun safar qilmaslik mahramsiz. Bir kecha kunduz deb bir kun deb bunda cheklamalar bor. وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ومتفق عليه حديث. İbareler her xil kelgan, hammasi muttafaqun alayh. Demak, mahramsiz safar qilishi halol bo'lmaydi dedi. Mu'min ayol bo'lgan, mahramsiz safar qilishi halol bo'lmaydi dedi. Unda onga hajga safar qilish halol bo'lmamdi, yoki to'g'ri bo'lmamdi, to'g'ri bo'lmaydi degan gap chiqamdi. Hamda faman g'allaba umumul amri shu oyatda valillahi alannas hajjul bayt umumiylik qilingan buyruq va shu umumlikni shuni hisob qilamiz deganlar tusafiru lil hajj debdi. Ayol kishi hajga safar qilaverdi. Va illam yakun ma'aha du mahram tuqqani bo'lmasmi billah. Va man khassasa al-umuma bi hadha al-hadith oyatdagi umumlikni ma hadis bilan taxsis qilayotganlar haj qilaverish kerak, lekin ayol kishi bo'lib qolsa bu mahram bo'lishi kerak deb bunda taxsis qilgan bo'lsa, aw ra'a annahu min bab tafsir al-istita'a yoki shu oyatdagi istita'a degan so'zni mushahhadis tafsir qilgan. Yani ayol kishining istitaasi qanchalik bo'ldi desa, zu mahram bilan bo'lsa unda istita bo'ldi. Yolg'iz safar qilsa istita bo'lmaydi deb tafsir qilgan bo'lsa, unda la tusafir lil hajj illa ma zi mahramin. Mahramsiz hajga safar qilsa bo'lmaydi. Demak, bu masalalar oxirlashdi. Endi bu yerda odat safar va hajga safar qilish bor. Ikkisidan cho'ng farq bor. Qanday desak, bir safar qilish masalan bir shaharga otlab berib tur. Bu bir safar. Ya bir kun davomlashadi, 2 kun davomlashadi, 3 kun davomlashadi. Endi hajga safar qilish bo'lsa, bordi. Bu yerda 15 kun turdi. Ya'ni qaytadigan gap. Demak, bu yerda safar qilishning o'zlam emasmi? Hajga safar. Bu yerda 15 kun yotoqda yotmasa bo'lmaydi, o'zi mina arpalda yumusi bo'lmaydi, ezib qoladigan ahvollar bo'ldi, benormal ahvolga uchraydi. Lekin odatda Imom Shofiylar bir ayol Hiridan chiqib, shu Makkaga xotirjam hech nimadan qo'rqmay, hadechimi bo'rdan boshqa hech nimadan qo'rqmay qo'yilirgan. Bunda holatda unga boradigan
kunlar az qoldi, yaqinda keladi degan hadisga asosan bu Rasululloh bunda kunlarning kelganligini bishorat bergan. Hazrat Umarning davrida, Usmonning davrida bunda xotirjam kunlar kelgan. Bu xotirjamlik bo'lsa, shunda safar qilsa bo'lganligining dalili deb shu hadisni dalil keltirgan. يوشك أن تخرج ضعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله. Lekin ko'pchilik yani Abu Hanifa, Imom Ahmadlar buni nimdir javob bergan. Bu shunda ahvol bo'ldi degani bildir, lekin shunday qilish joiz ekanligini bildirmaydi. Demak, odatda bulayotgan ishlarimiz joiz bo'lib ketmaydi-ku. Demak, bunday ishlar bo'ladi jamiyatda deganda iborat. Lekin shunday qilsa bo'ladi, mayli, durust deganlikni bildirmaydi deb. So'ngra hajga safar qilishimizda mahramsiz qat'iy durust bo'lmaydi deyish kerak. Mahramsiz bo'lgan ayollarning uyadagi qalaymaqan ishlardan odamning ko'ngli elashadi. Ba'zilar bo'lmaydi. Ba'zilar o guruh boshliqqa nimasi nari qiladi, ular yotoq tetgan chaqda boshqa chaqda. Bo'lmaydi. Shuna bu Imom Shofiyning qarashi bo'lmas. Ammo safar qilgan bo'lsa, aeroplanni safar qildi deydi. Hajga emas, odatda safarda. Aeroplan safar qildi, aeroplan safar qo'ydi, a tarafidan mahrami kutib oldi. Bu chaqda ko'ngli xotirjam bo'ladi. Ammo uni hech kun uyada qo'nab, Arabil abqachamda har ishni bo'lib ketadi. Hamda ayol kishi masalan menga hajga berishib bering deb bir mahramidan talab qilgan chaqda uning qarshi berishning hukmi deb ayrim masala. Hamda o'zing ve ma'vi farzajini qilib olsam men billa berishib beray. Yo'lda xotirjam berib kirib muqisson ya mahram sharti adovasin deb qilsa u boshqa. U odamning hamda o'zining savobni xohlash xohlamaslik ixtiyorligiga ishon. Mustahab deyish mumkin, yani birisi vojib deyish mumkin, ulamolar buningda yani talash qildi. Jihad chiqilgancha bir odam ayol hajga bormoqchi bo'lib, ayol unga hajga bordi. Ha, hadis bor. Hajji ma'hada. Men qo'shinga tizimlatdim. Ayolim hajga borman deb tayyorlik qilyapti-da, qanday qilsam bo'lar yani? Sen qo'shinni ishni qo'yib, ayolim ular tayyorlik. Buyruq, vojib qildirdi. U buyruq mustahaqlikni bu degan bilan majlislar ishqisiz bilishib qolsam vojiblikni alqasam bildirdi. Yani Allah Taola'nın şu ko'rsatmasi zodi intayin to'g'ri. Hajga berib, shu yerda ahvolni ko'rgan kishi mush ko'rsatmani bakaqligini biladi. Hatto masalan Saudiya Arabistonda nima 55 yoshdan nima qildi hozir? 55 yoshdan oshqonlarga mahram ketmaydi degan bir qaror chiqargandi. Hozirmi shu kuchga egamiki, yani o'zidan mahram talab qilmaydigan. Saudiya Arabistonda shu 55 yoshdan oshqonga mahram talab qilmasmi, ashuma mushaddiskisi tash. Vazisda unda yaşayacaklısı yok. Yaşayacaklısı yok. Çünkü ajütten çıkan adamlar, mesela kere boğay momayla, ribatlıda, katamında öyle unaylan yatsa, eşyada birli çıkan hoşuna ayarlarını ben nikahım yapmamışsam bulmayken, sizi dürüst olmayken nikah vakti olaydı, kıstığa yerler var. Kere adamlar, boğaylar, aksakal adamlar. Bütün ajütlarda kımmağa eskilikten hamısı eşyaya çıkıldı bu kadar. Çünkü o 60 yaşlık ayol degan bilan 60-70 yaşlık adam onu xalaydi. Ama o yaşamaz qirgan bilan. Çünkü hamma nimaniki o'zidanki unda xaridasi bor. Nonki o cheklama bilan Rasululloh hadisini unda taxsis qilitishi durust emas. Çünkü buningda yashashligimizni belgiladimi, belgilamadi. Yashim qavm bo'lsanda u bu demadi. Hatto o'sha boshqalarga yolg'ondan mahram bo'lib bir viza berishmi mush mahram. Hazreti ayollarda majbur olmoqchidim. Aslım bardiganlar mening singlimda yoki qizimda deb paslar, deb vizalish uchun. Birda u ondan ba'zida nikoh o'qitib qo'ysa bo'lmaydi ekan, bundan o'qigan ekanlar nikoh o'qitdi. Nima ish qiladi? Yoki viza birda, viza bergankan u Saudiya Arabistonga chigan ekan, u nima ish qildi xabar yo'q. Keyin ondan bu ayol bija qochib ketdi. Bu er shehrdan chiqay desa, chiqamaydi. Qana elib kelganini ta. Bunda ishlar bak ko'p. Bu harom bo'libmi? Bundan ig'ir haromning birisi. Shu ulug' diyorda shunda qalaymaqanchining bo'lishiga sababchi bo'lgan. Rasulullohning hadisiga xiloflik qilishga hamkorlik berganlik. Uningga pulni qilib berganlar. Men pul beray, mahrum bo'lib paslar deydi. Pulni. Bu harom pulmi? Allohning shariatini bunda dafsanni qilish, ulug' ziminni bulg'ashdan iborat. Demak, bu ayollar hammasi dedik o'xshash. Yosh qari bu demaymiz bu. Yani ba'zilar
İmam Şafii, İmam Malik taraftakilar ama hadisni dalil qilganlar ekan. La tamna'u ima Alloh masajidalloh. O Allah'ın namazı qilganda, ondan to'sonmanglar. Baray deb qaz to'sonmanglar deydi. Bu hamda manda bir tarafdan dalil bo'lganda qimlashgan bilan, lekin amaliyotda buni tushmaydi. Shu mahalda uyning qishidagi amanda masjidda 5 vaqt namoz o'qish degan bilan ma'va haj qilish uchun birlig'i. Hamda faqat qulna fi wujub hadha an-nusuki alladhi huwa al-hajj wa bi ayyi shay'in yajib. Demek biz hamda haj to'g'riliq, vojib bo'lish to'g'riliq to'xtaldik. Nim bilan vojib bo'ldi ekan, kimga vojib bo'ldi ekan, qachon vojib bo'ldi ekan, bularni bayon qildik deydi. Nusuk yani nask desek bo'ldi, nusk desek bo'ldi. Yani mush ibodat demek. Nusk degan. Mush ibodat, mush faoliyat, diniy faoliyat degan. Wa qad baqiya min hadha al-bab al-qawl fi hukm an-nusuk alladhi huwa al-umra. Hamda umrning hukmi nima? Buni bayon qilish qolib qoldi deydi. Umra deganning ma'nosi lug'at ma'nosi ziyorat degan bo'ldi. Yani maksat ziyorat qilish degandek. Yoki yana bir tarafi manda ovat qilish degan bo'ldi. I'mar. Fa inna qawman qalu innahu wajib. Endi umra qilishning hukmini nima desa, bu vojib deganlar bor. Wa bihi qala ash-Shafi'i wa Ahmad wa Abu Thawr. Abu Thawr mishal xato mishal. Abu Thawr'ina. Abu Thawr ikinci qarashda bor bu. Wa Abu Ubayd wa Thawri wal Awza'i. Wa qawl ibn Abbas min as-sahabati wa ibn Umar radhiyallahu anhuma wa jama'atin min at-tabi'in. Demek muşu görüp alimlar ömrünü vacip deb qaragan. Ve qala Malik ve cema'a hiye sünnetun. İmam Malik bilen bir görüp alimlar bu sünnet deb qardı. Ve qala Abu Hanife hiye tatavvu. Abu Hanife tatavvu dedi. Ameliyatda Abu Hanife'nin tatavvuunda mı demeklik? Sünnet diyen. Lekin Abu Hanife sünnet deyişte, Hanefi mezhepte. Vacip deydiğilim ba, sünnet deydiğilim ba. Lekin bu sünnet digine vaciptek bir narsa. Vaciptek bir narsamış. Bazı meselelerde. Sünnet arkalı ispatlanğan, ya delili sünnet diyenini hesaplap onda deyilgan. Mesela veter, adha, şuna o'xshash. Lekin sünnet ismi bu vaciplikka yetkenmeden yapılmaz. Yani bu farz emas degan ma'noda. Vacip degani shu umr qilish kerak. Vacibni qilmasa gunohkor bo'ldi degan gap. Demak Abu Hanifa tatavvu dedi. Yani bu farz emas dedi. Lekin farz emas degani hamda tatavvu degani farz emas deydi. Bu farz emas degani shunda mustahbdan sünnet yuqori sunna muakkada qadar bordi. Va bihi qala Abu Thawr. Abu Thawr mana mishada Abu Hanifa bilan billah. Yuqori bilan billamas. Abu Thawr bu İmam Şafii'nin şagirdlaridir lekin o'z oldiga shaxsiy tugan arg'an mujtahidlar. Va Davud mana Davudmi shu İmam Şafii'nin shagirdi. Shu zohirlikni İmam Şafii o'rgangan. Lekin shu onda baklam chiqib chiqqan. Faman awjabaha ihtajja bi qawlihi ta'ala وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ. Vacip diyenler muş ayetine delil keltirdi. Hecvile ömrünü Allah için tamamlanlar dedi. وَبِآثَارٍ مَرْوِيَّةٍ. Yana bazı hadisler delil keltirdi. مِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عن أبيه قال دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام يا رسول الله فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة. وتحج وتعتمر dedi. Bu xuddan Cibril Aleyhisselam'ın iman İslam'ın öğütüş kelgen ahvaldaki hadistek. Şundan yani bir rivayetim. Bu rivayette Marvayet şazmı? Marvayetten de وتحج وتعتمر deb keldi. Meşhur rivayeti yok mu? Teslimin cenabının yok mu? Ya yok. Ya mava sal başka bir rivayet. İmam Bayhaqi Darqutni'la, Mavla İbn Hibban bunu rivayet qilgan. Yani ikisini bir isavladi da buni. Ecumurni bir isavladi. Ve zekar Abdurrazzaq قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدث أنه لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باثنين حجة وعمرة فمن قضاهما فقد قضى الفريضة. Abdurrazzaq rivayet qilgan şu tefsirde Resulullah aş ayetini bunda tefsir qildi. Ikki narsa bilan dedi. Haj bilan, umr bilan geldiğin vacip bo'ldi dedi. Faman qadahuma faqad qadal farida. Kimki uni ado qilsa, farzni ado qilgan bo'ldi. Demak, ikkisi farz demakchi ma'noda. Lekin bu rivayet bunda aziz rivayetning birisi. Yani Qas kitobda Musannaf Abdurrazzaqda balki yo'q bu. Abdurrazzaq rivayet qildi debdi, lekin bunda
tepilishini atayın. Tahrij qilish kerak buni. Yani Abdurrazzaqning tafsiri mi bor? Tafsir Abdurrazzaqdir. Abdurrazzaq Sanani. Sahibul Musannaf shu. Tafsirda bunda gap yo'q. Wa ruwiya an Zayd ibn Thabit anhu sallallohu alayhi vasallam annahu qala al-hajj wal umratu faridatan la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Najla umra ikki farz. Qaysi ola boshdan bo'laverdi debdi. Buni Darqutni rivoyat qildi, lekin Zayd ibn Thabitning so'zi bu mavquf degani shu to'g'ri ekan. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما العمرة واجبة وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Demek İbn Abbas'ın sözü ornada rivayet kılınıptı. Lekin bazı bu Resulullah'ın sözü de depekti. Lekin to'g'risi shu mavquf endi. Agar buni Rasulullohning so'zi bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yerda nas bo'lib. Va amma hujjatul fariq thani wa hum alladhina yarawna annaha laysat wajiba. Yani Imam Malik, Abu Hanifa va shular bilan bo'lgan Abu Sa'd va Davud Zahiri degandek olimlar bular ba'zi mashhur sahih hadislar bilan dalil keltirdi dedi. Bu hadislar masalan islomning shu arkonlarini, farzlarini sanab kelganda deslashni, ammo buning ichida umri yo'q. Masalan Ibn Umar radhiyallohu anhu hadisda buni istam ala khamsin deganda hajni yolg'iz bayon qilgan, unda umrning gapi yo'q. Lekin avval dalil qilgan shazroq bir rivoyatda tahujja va ta'timirda umrning gapi chiqdi. Lekin mashhur sahih hadislarda unda yo'q. Va rubbama qalu innal amra bil itmam laysa yaqtadi al wujub. Endi bular bundan dalil keltirdi. Oyatga qarata tamomlanlar degan gap sen normal ahvolda buni ado qilishing kerak deganni bildirmaydi. Sen o'zing bir tutish qilib boshlab qolsang, oxirga qadar chiqarib degan bo'ldi. Sen bir ishni boshlading, oyoqqa qadar chiqarib, lekin boshlamasang, buni qilishing kerak degan gap yo'q deydi. Ammo hadisda bo'lmaganlik bilan masalan farzamaslikni isbotlamasmi? Farzamaslikni isbotlash mumkin. Agar farz bo'lgan bo'lsa, shu yerda bayon qiladi. Bunda deyish mumkin, islomning bir asosiy rukni qatoridan bo'lmasimi, boshqa undan tuvan darajada farz vojib bo'lishi mumkin degan bir nima qilaman. Bu ehtimolli. Lekin cho'ng farzni sanagan chog'i sanimida deb turibman. لأن هذا يخص السنن والفرائض يعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع. Bu bir ishni boshlab qolsang tamomlashing kerak degan gap sunnat bo'lsin, farz bo'lsin, shu odatga mandub narsa bo'lsin, tatavvu bo'lsin, oyinda uni keyin to'xtatib qo'ymay oyoqqa chiqarib o'tishing kerak degan mazmun bor edi. Undan sunnat bo'lishi mumkin-ku demoqchi. واحتج هؤلاء أيضا يعني من قال إنها سنة يعني سنة ديالله واجب أما ديالله يعني برنت حديثنا دلكته منها حديث الحجاج بن أرطاء محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ولا أن تعتمر خير لك يعني واجب أماس كان عمر خير يخشى سنشندد قال أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستذكار وليس هو حجة في من فرد به ويلغز رواية قاسا ücret bulanmaydı o dedi. Yani kimin demekçi? Haccac ibn Arta. Haccac ibn Arta'nı az da paraydı. Lekin qarış taraf tikilçi o. Bu yalğız rivayet qilmagan ondan Abu Zumer'de Peygamberimiz rivayet qilgan ba'd deb turib. Wa rubbama ihtajja man qala innaha tatawwu'un bima ruwiya an Abi Salih al-Hanafi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-hajj wajibun wal umratu tatawwu'. Ma'lum dal qilib dedi. Bu vacib emas deganlar. Lekin bu munqata hadisga sanadi tutashmoqda. Fa sababul xilaf fi hada huwa ta'arud al-athar fi hada al-bab. Talashdan sababi mushu bobda kelgan hadislarninki bir-biriga zid kelib qolganligi va taraddud al-amr bit-tamam bayna an yaqtadi al-wujub aw la yaqtadi. Tamomlanlar degan buyruq vojiblikni taqozo qilamdi, bu ehtimollik bor. Bu ikkisi sabab bo'ldi. Rasululloh nasihatim umr qilgan Tutqadım olur. Həcc yox. Nüvdən burun qılған. Peyğəmbərlik gəlgəndən keyin şu bir qatım qılgan. Ondan burun qılған. Həcc fərz olğandan keyin bir qatım qılgan. Onda ilgiri bir neçə qatım qılgan. Məkkədə çağ. Yəni müşriklər məşəyə çıxıb qıldıqan çağda Rasulullah yana həcc qılgan şu çağ. El-qawlu fil-cins el-thani. Əmdə ikini bölüm gəldi. Və huwa ta'rif af'ali hadihi al-ibada fi naw'in minha və turuk al-mushtaritati fiha mush ibadətinin fəaliyyətlərini bir-birləb tanışdırır. Ve onun içinde maaşlar kılmasının gerek de şart kılgan işlerini birbirine düşündürüştü. Ve her ibadet kema kılına sınıfan. Yani bu ibadet biz yukarıda ettiklerinde iki türlü bölüngen. Haccun ve umra. Hem de hac üç türlük oldu. İfradun ve temettu'un ve qiran. Ve hiye kulluha teştemel ala ef'alin mahduda fi emkinetin mahduda ve avukatın mahduda. Demek müşrilerin hemmisi malum faaliyetlerini, malum muayyen bir orunda, muayyen bir vaktlarda ada kılışı ibaret. Hemen öz içi alıdı. Bunun içinde hem perzi var, perzi emesleri var.
ولا تروك تشترط في تلك الأفعال يعني أش إشلادا ما إشلادا قمصن كراك لدغن talab bar edi. Va likulli min hadi ahkamun mahduda. Demak, har birininki o'zining ayrim ahkamlari bor. Imma indal ikhlal biha, yoki uni rioya qilmay qolgan chaqda ayrim hukmi bor. Masalan, ehramlik holatda tushib emas. Ehramlik holatda jimo qildi, buning ayrim hukmi bor. Va imma inda tawari'il mani'a yoki tuyuqsiz bir favqulodda bir ahvol bo'lib qolib, tushdim tut. Ondan bo'limini Ejni to'sab qo'ydi bu. Masalan, ejgi manibda hukumat chiqarmay to'sib oldi. Buningda uning yana hukmi bor. Masalan, sen kilarjilar qilishing kerak, yomanda qilishing kerak degan ayrim hukmi bor. فهذا الجنس ينقسم أولا إلى القول في الأفعال وإلى القول في التروك. مش بولم مش باب هذا. كلدغان إشلاء ولن قمص كرك وغان إشلاء ده إشكال بلودود. وأما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الأحكام. عند üçüncü türlük olsa bu ahkam nüz işgal dağılları. Bunda olsa biz muş faaliyetten başlayalıydı. Ve hadi minha ma teştürkü fihi hadil erba'atul enva min nusuk. Yani faaliyet kelsek muş hac ömürde kıldığan faaliyetleri kelsek muş 4 xil narsa hemmesi ortak olan bir iş var dedi. 4 xil narsa gene olsa hacninki 3 türü. Hatta Kur'an ifrat, asnafil hacc talasine. Anda ömre bu bir 4 narsa oldu demekçi. Bu 4 narsa hemmesi ortak olan bir narsa var. Anda ve minha ma yahtassu bi wahidin minha. Yani her biriga xas bo'lgan bir faoliyat bor. Undan keyin biz hammaga o'rtaq bo'lgan, mushtarak bo'lgan faoliyatdan boshlaylik. Uningdan keyin andin her biriga xas bo'lgan faoliyatdan bahs qilaylik. Fanaqul innal hajj wal umra awwal af'alihima al-fi'l alladhi yusamma al-ihram. Demak, haj bilan umra, hajdan 3 turdi bor, umrdan bor. Demak, bu 4 xil narsada bor. Qilish kerak bo'lgan ishlardan birisi ihrom deb atilgan ishdir dedi. القول في شروط الإحرام عند إحرامنا شرط ده دايمز كده الإحرام شروطه الأول المكان والزمان إحرامنا شرط لره يعني دسلك شرط لره مكان ولا زمان در ما مكان دن أصلا ما مكان ده أرتكشنا شرط وقتنا قلشين كراك ما وقت قلشين كراك ديجان شكل مواد أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج تمام مكان نمزاش ميقات يعني مواقيت الحج ده أطلغان جايلا شو ده فلنبدأ بهذا فنقول إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام أمدا عالم لا عموما قلب إسا إحرام bağlaydıgan جاي أورلاغا أساسا بردك اتفاقي مثلا أهل مدينة üçün Zulhuleyfe كمان أجي bağlılar mı إحرام bağlayıp baktım Medine'de 5-6 kilometre çıksılam şu şehirsertlik ya وأما لأهل الشام فالجحفة شامlıklarga nispeten Juhfa diyen jayken bu Medine'ye yakın bir yer. Lekin Şam'dan kelsen Zulhuleyfe tarafı emas, boshqa taraf kerak. Şam yo'liga o'tilgan. Va li ahli Najdin qarnal manazil degan. Najd degan Medine tarafdan Kuvayt, Kufa, Basra taraf, Iroq tarafına Najd deymiz. Riyazdan balki chirib qolish mumkin. Riyazdan da sharq taraf kerak to'g'ri. Va li ahli Yaman Yalamlam, Yamanliklarga nisbatan Yalamlam ekan. Bu amni Makkaning tarafidagi joyga o'tilkaga bo'lishi mumkin. لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu Resulullah'ın sahih hadislerde kelganlik şu. Itlaqlı. Muttafaqun alayhi hadiste kelganmiş öte. Mısır'dan bahsem de bu şu Şamlıklar o tarafta şu yolu şundaki burun. Şamlık'ınki Mustafa billah. Mesela Gühlayf bilen Juhfa'nınki Allah Teala'nın orunda bir şey yaşamakçı ya gelmekçi olsa. Şu udul gelgen miqatın uduldan şu insanlardan ne görədi ya ki çoxum şu miqatın özü veriş kerak. İkisining o'ttirdi qolgan mı? O'ttirdi qolgan ba Makka tarafga yaqinroqdan ihrom bo'laydi. Şu jutyan ikisini alır degandi. İkisini alırdan qasisidan çoxum shu yemiz birisiga berish kerakmi? Birisidan o'tmaydigan kishilarmi? O'tmaydigan naligi udul yo'l bor ekan masalan Makkadan. Shuni uduldiroq bo'laydi. Meyavla meni arliqidan mundaroq bir riyod ekan. Udul yo'li ekan. Bu miqat nuska berib anda munda menish kerakmi yoki udul mundan kesib olamdi. Demak, mushu udul kelgan chaqda yana bog'lama. Miqat bu hozirgi shu Konyalim hammamiz qamma ismi o'zgarib ketdi hozir. Zulhuleyflar ba. Demak, mushu anda 4ta muttafaqun alayhi kelgan ekan. Bir necha sahobadan rivoyat qilingan holatda bu ixtilof bo'lmadi. Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhu kelgan Sahih Buxoriyda bor. Vaqtalafu fi miqat ahli Iroq.
Endi ixtilof bo'lgan ya Iroq ahlining miqoti. Iroqning miqoti shu bo'lsin bular Nejdliknikiga. Ya o'chada Iroqning yo'li boshqa, Nejdning Kuveytlikning emas. Bunning yo'li boshqa bo'lgan bo'lsa, faqat jumhur fuqal amsar deganimiz, shu bizlar ismi yodolab ketgan shu fuqal. Har bir masalani bayon qilganda ismini deymiz-ku. To'rt imom Avza'i, Layth, Abu Sur, Thawri, Davud az-Zahiri Muşulam. Demek muşunun köpçülüke miqatuhum min zat-i irq. Zat-i irq degan joydan eham bağlaydı deb qardi köpçülük alım. Ve qala Şafii ve Thawri in ahallu min al-aqiq kana ahab. Agar aqiqdan ehram bağlab qalsa taxmi yaxshi deb qaraymiz deb. Ahalla degan labbayka deb to'lash degan, billik to'lash. Belki ehram bağlaşımı işletip koydu. Demek yanında lebbeykine şu ehram bağlayan çağda deydiniz niyetini kıygan çağda. Ehliye şu lebbeykide bulluk vakıraşın deydesler. Toğlaştın gibi. Bu akik degen şu zat-ı eriklan bir işki merhala icraftki cayken. Vaktalafu fîmen akkatahu lahum. Yani bunu kim belgilep bergen? Zat-ı erik dep kim belgilgen? Yanında toğlaştır çıkıptı. فقال الطائفة يعني إمام شافعي قتل بعض العلماء عمر بن الخطاب بلغ وقال الطائفة يعني جمهور بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قتل أهل العراق ذات عرق والعقيق دمك عرق لاغا ذات عرق لان عقيق كسنة ميقات بلغ رسول الله دور دبتم ذات عرقنا ضريبة ذيك هذا وروي ذلك من حديث جابر وابن عباس وعائشة وجابر ابن عباس عائشة رضي الله عنهم şularınki hadislik hagenken zat akir diyen. Ve cumhur ulema ala enne men yukhti'u hadihi. Köpçülük alimler bu şu miqattan nimqinmay ötep ketip ve qasduhul ihram. Asli ihram bağlamak iken bu. Lekin menep ötep ketipti bu miqattan. Her bir vücutga birden miqat belgildik-ku. Çıldığa yol şu haram tarafga çıldığa yerde bir xil chazamdi bu deydi. Mishada ihram bağlamanız kerakdi. Bu kele mashinadan ketiverdi. Ya to'gilan mang'an bosmayverdi. Bir ay mang'ib ketib qoldi. Ya bir soat mashinadan mang'ib ketib qoldi. Falam yuhrim illa ba'daha. Uningda eshib ketgandan keyin ihram bağlabdi bu. Bu chaqda bundan qon keldi dedi. Ve haula minhum man qal. Bularning ichida ba'zilar bunday debdi. In raja'a ila al-miqat fa ahrama minhu saqat anhu ad-dam. Miqat g'ach qaytib berib bilan shu yerda ihram bağlasa bu qon kelmaydi shunlar. O özden şuağın bulduğu demekçi. Havla minhum diye cumhurun oladın. Aşı cumhurul ulema. Cumhurul ulema aşında degende. Kan kildi degen. Bu kan kildi degen ya kaç akyenip lan. Yani eşya qaytıp erim balıp mansa işini onşap mansa meyli bulduğu depti. Bazıları. Demek bu İmam Şafii bularının işidiken. Yani bazılar la yasqutan huddam ve in raja. Qaytıp basımı o kan keldi buldu. Geldiği vacip olup ketti depti. Yani bu miqatdan ehramsiz o'tgandikan, o'tib ketdimi bir qatan, bo'ldi qon kep bo'ldi. Endi o aqliyan samo tuzlanmaysa. Va bi qala Malik, Imom Malik shuna debdi. Va qala qawmun laysa alayhi dam. Yani ba'zilar uning qon kelmaydi deb. Shularning ichidan ba'zilar endi o'tib ketgan bo'lsa-mu, o'tib ketib bag'a yerda ehram bo'lgan vasi qon kelmaydi debdi. Endi Imom Abu Hanifaning qarashi aslin kitobning ostida deb qo'yildi. In aada ilayhi mulabbiyan fala damali va illa alayhi. Bu qaytib ketdi miqatga. Qaytib kelishda shu talbiya o'qigan holatda qaytib kelib, menda qaytgan bo'lsa, ishni o'ngshog'an bo'lsa mayli. Lekin talbiya etmay yana gap qilmay yana aqlinib qilgan bo'lsa bu chaqda o'tib ketgan bo'ldi zoti. Qon keldi deb. Wa qala akharun illam yarja' ila al-miqat fasad hajju. Bu zahiriylar miqat qaytib kelmasa, haji bakavat ketib buzib ketdi. Wa annahu yarja' ila al-miqat fayuhillu minhu bi umra. Demek bu hajga qilgan bo'lsa-mu, miqat qaytib kelib umriga talbiya to'laydi ekan. Va hada yuzkar fil ahkam. Demek bu ahkamdan bundan keyin bayon qilindi dedi. Ve cumhurul ulema ala anna man kana manzilahu dunahunna bunun turalg'usi aşı nimaning ichi tarafda ekan bu. Miqatning ichi doirasida. Miqat chemberining ichida turgan ekan bu. Bunun sirti turmaydi. Mesela Iroqda Quba emas, shu Makka bilan Madinaning oraliqida. Asfan deganda keldi. Ciddiler Mekke'nin işi de, manda turgan yaşaydigan adam bo'lsa yoki Mekke'nin o'zida mesela. Ve yaşaydigan adam bo'lib qolsa, famiqat ihrami min manzilihi. O'zining turalg'usidan boshlab ihrom bog'laydi. Mesela Mekke'ga bormoqchi ekan bu, Mekke'ga 150 kilometr qolgan joyda yashaydi ekan, shu yerdan ihrom bog'lab mangdi. Yani Mekkelik bo'lsa,
hajga chiqadigan chaqda 8-kuni boshqa haj bilan birga ihrom bog'lab chiqadi. Umra qilay deb qascho Makkalik Tanimga Jaranaga chiqib, haram doirasidan sirtga chiqib, ihrom bog'lab chiqadi. Demak, u ashu ulug'i ashu miqatni o'rab ihrom bog'lab unda kelish kerak emas. Uni o'zidan turalisi bilan boshlaydi. Umra qilib qolsa miqatlash kerak. Umra qilish uchun Makkaning sirtidagilar o'zining turalg'i joyidan ihrom bog'labmadi. Endi Makkalik-chi, Makkalik haram doirasidan halol doiraga chiqib, hilga chiqib, Tan'im, Jarana. Endi 5-6 kilometr, 7-8 kilometr bo'lsa shunga chiqadi. Shu yerga chiqmadi, ihrom bog'lab, unda chirib umra. Makkaliklar haj qilsa shu uydan ihrom olib chiqqan bo'lgan keyin umrdan shu yerdan olib chiqsa. Yo'q, bo'lmaydi. Ikkisining farqi bor. Nima uchun? Bu yerda bu ikkiga shu ihrom bog'lashda halol ya bilan haram ya ikkiga teng bir do'qirish kerak. Endi umrda bu halolga chiqib, keyin haramga chiqdi. Tamam? Demak bu ikkiga bo'ldi. Endi hajgacha, hajda haramdan boshlanadi. Keyin Arafat halol. Arafat chiqsa, u halol ya. Haram doirasi emas. Demak, u yerga bir do'qirish bo'ldi. Undan keyin yana bu Atay yana halollarga chiqish kerak emas. Umra qilish uchun o'sha ihramning ichidan men qilsa, aramdan chiqmagan bo'ladi. Ihramdan chiqmaydi qilayotgan bu. Chiqishdan farqi shu. Bizning ashta illik shu qanadana. Sizlar shu umrni mishadan bag'anchada qilib bo'lib, keyin odatda kiyimlarni kiyib, yashab bo'lgandan keyin yana umr qilay deb qolsa, haramda turib, yana umr qilsam bo'lsa, shu halolga chiqiladi. Hilga chiqib, Tan'im, Jarana deganda keladi. U yerga bo'lma lagerda nutqisi to'ydiga bo'lgandek bo'ldi. Shu haramdan shu yerda davomli yashab, umra qilish, uning qadriga yetmaydigan, endi haramning qadriga yetmaydigan bo'lib ketganda endi deydigan gap. Lekin haramga borolmay, bunda o'rtinayotganlar, u yerga borgan chaqda endi chiqib umra qilib olay deydi. Shu Makkalik bo'lishniki ma'lum bir muddat bormi yo'qmi? Masalan, qum yog'niki 15 kunga bir oy turishning to'g'ri kerak. Ya, unda shu Makkada tug'gandan keyin shu chaqda endi umra qilay desa, qanday qiladi shu Makkalikni qilganda qiladi. Unda esa Makkaliklar umr qilmoqsiz qanday qilish kerakda? Masalan, shu umrni qayt qilsang bo'lmaydi deydiganlarning qarashi bo'yicha desak. Makkaliklar umr qilmoqsiz halolga chiqib qilibdi. Ana bu yilda bir qatam shunday ham qilishing kerak yoki unda ortiq qilsang bo'lmaydi degan bir gap chiqdi-da. To'g'rimi? Yani ortiq qilishni cheklash bor. Demak, endi bu umrni takror qilishni unda cheklab ketmasin bo'ldi. Muqimlar buni bahslashadi shu Makkaliklar umr qilish bo'lgandek ham shu. Endi bu jiq umr qilish masalasi bundaki chiqadi. Ya'ni bu cheklanamdi. Shuni ayirsak ham bu masala oydinlashib ketadi. Yani bir odam mesela yilda bir qatim umra qilib bo'ldi qilish kerakmi yoki necha qatim qilsin bo'lamdi? O'zi bunda kam aytayotgan narsa yil bo'yi umra qilish vaqtiga yil bo'yi. Davomikan qilsang bo'lar degan gap. Yani bunun bir cheklimi kammasa, muayyan bir cheklimi kammasa, bu chaqda uni cheklmasak bo'ldi. Ama Rasulullohning sunnatida qilmagan ekan uni. Nima Saudarmistondagilar e'tiroz bildirdilar. Rasulullohning sunnati unda yo'q emasda. Sen sünnet deb qilmag'ni. Men shuni tatavo qilib, xalab qildim desang bo'ldi. Bo'lmaydi, chiqmasin bo'ldi deganlar shu 10 daqiqa qilib, 10 daqiqa qilib, oxirida u yerga chiqishcha shu kabir taqis bir o'xshash savol bildi. Lekin bu iliqlar Makkada hajga umra qilgandan bir chiqib qolgandan keyin bir odam kuniga 8 qatim umra qildim deb tanamni chiqib yurdi-ku, bu yerga berib kelgacha mashina qistonchilik internetda uni kishi aziyat qildi. Endi faqat hajga umraga bormay, o'zing yerda uxlab bo'ldi. Endi Makka tug'anlar qanday bo'ldi desang unda. Kelib to'la umr qilib bunda jiqayqani zirkib ketadi. Xuddi biz Misr turib, ihramga chiqilib, biz chiqib yerda yo'lab ketgan yerda ekan. Xuddi Makkaliklarda bular shuni haramdan boshida bo'lib ketgan odamlar bor-ku. Yil bo'yi haramga chirpaqmagan odamlar edi. Haramga bir qator namoz o'qimagan odamlar bir yilda. Bunda haqim qalbi qardib ketganlar. Vaqtalafu halil afdal ihramul hajj minhunna aw min manzili. Endi masalan biz Madinada deylik masalan. Madinada turibmiz. Zulhulayfa mashinada maqsad 15 minutda, yarim soatda Zulhulayfaga chiqibdi. O'ydillam, o'ydi juyundo, namoz kirgan o'qib, o'ydillam ihrom bo'lib bunda chiqsak, bo'lamdi yoki zada shu Zulhulayfaga chiqib, ashyadan ihrom kiyimni silatib, manda qilamdi, mamas.
Demek bu imkan manzulu harca minhunna yani şu miqatning sirtidagi adam ekan bu. Faqala qawmun al-afdal lahu min manzilihi. Ba'zilar uydillam, uy degan o'sha tural joydillam dedi. Shu mahallasidan ihrom bog'lab chiqqan yaxshi debdi. Adur miqatga yaqinlar. Yaqin odamlar. Yaqin miqatning sirtida. Bu anda uyda kiyim bilan chiqib, eshay berib, anda kiyimni silib, ihrom bog'lab bunda mansolamda uydan g'atchi almashtirib, uydinlamash ihrom bog'lab chiqasi bo'lamdi. Masalan, hozir masalan, shaharda qanday qilinsa buning misoli. Masalan, biz aeroplanda shu hozir shu chegara yoki miqat uzla keldi deb e'lon qilganda shu aeroplanda ihrom bog'landi. Yoki shu uydan zodi oydirimga manga vaqtimizda ihromni bog'latib bunda chiqtamdi. Qazi yaxshi degan qilishlar. Ba'zan shu o'zining ma'lisidan tural joyidan yoki uydan bunda ihrom bog'si bo'ldi. Şu afzal debdi. Vel ihram minha ruhsa. Andın miqatdan ihrom bog'lash shu ruxsat. Yani xuddi sen shu uyangdan bog'lab kelsan yaxshi, lekin mishyadan zot ihrom bog'lama o'tabsanma. Uyangdan bog'lamagan taqdirda zot mishyaga cho'qim bog'la degan ekan. Mayli degandek bir ahvol. Buning qarashi mush ekan. Ve bihi qala Shafi'i ve Abu Hanifa as-Sawri ve cema'a. Demek xil ko'pchilik olimlar shunday deb qarab. Ve qala Malik ve Ishaq ve Ahmad ihramu min al-mawaqit afdal. İmam Malik, İshaq, Ahmadlar da yaqash mavaqitdan ihrom bog'lagan afzal deb. Bunlar afzal degandir. Rasululloh shu yerdan bog'lagan. Madinadan chiqqan Rasulullohning manzili Madinada. Lekin u yerda bog'lagan shu miqatda bog'ildi. Rasulullohning aynan shunda qilganini qilsak bu afzal. Bunning dalillari kuchli buni. Va unda tayyorda al-ahadith al-mutaqaddima. Bularning tayyorlari shu yuqorida o'tgan islam shu miqat belgilagan islomi. وأنها السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. Demek Rasulullah belgilep bergen sünnet muşuğu, navani muş afzal oldu. Endi özünün ma'lisidan ihrom bog'si bo'ldi deganligining dalili. Anna sahaba qad ahramat min qabl al-miqat. Ibn Abbas va Ibn Umar va Ibn Mas'ud va g'ayruhum qalu va hum a'raf bis-sunnah. Demek vajiddalarim shada Arab sünnet. Sahabelarning ichida sunnatni eng yaxshi bildigan, sunnatni tutadigan sahabelar qanday qilgan? Miqatga berishdan ilgari o'zining uydan ma'lisidan ihrom bog'lab chiqib ketgan. Undan keyin mushuni afzallikni ko'rsatdi, og'ir ruxsatlikni ko'rsatdi. Bak Ibn Umar kelgancha Rasululloh qanday qildi? Hozir Ibn Umarning mushunaqa sahih sanad bilan isbotlangan. Bunda qiyganligi sahih keldi. Ibn Umardan yana shunda qiyganligimi balki sahih kelgan bo'lishi mumkin. Demak, Ibn Umardan bunda ahvol keldi de. Yani buni zodi ruxsat desak bo'ldi. Bu bir xil qulaylikmi? Qasi oson bo'lsa, sharoit munosib bo'lsa, shuni ishlasak bo'ldi. Misol hozir aeroplanda ba'zi ihrom kiyish, kiyimlar ba'zi afsiz ahvoli bor. O'ydilam ihrom bog'lab chiqsa, keyin azad yengishlar. Bu qulay. وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على الخلاف. Yani أهل الظاهر من قارش قنداğı olsak, bunun qaiz boyunca daha tahlil qilsak, nimeni taqazza qildi, bunu nim deyish kerak? Miqatdan ihrom bog'lamasan, boshqalarga ihrom olsan, beka deyish kerak. Zohirning usulimiz. Endi bütün olimlar ijmo qilib qolsa, o'sha millatda ijmo yo'q. واختلفوا في من ترك الإحرام من ميقاته. Endi shu miqatda ihrom bog'lamay başqa bir miqatdan ihrom bog'lab turdi. Masalan, Zulhulayfa va Juhfa va Yalamlam va boshqa nimlar bor. Bu nimalar ketib o'tib, Madinadan chiqqandan Zulhulayfadan qilmay, bunda mangab Juhfadan ihrom bog'lab. Yani boshqa jutning miqatini ishlatibdi deylar bu. Buni hukmi qanday bo'ldi? Faqala qonun alayhidam. Ba'zi qon keldi debdi, jumhur ekan. ومن قال به مالك وبعض أصحابه والشافعي وأحمد وشمس با يعني جمهور قان كلدو دبتو وقال أبو حنيفة ليس عليه شيء إمام أبو حنيفة هنا إن قلاي قدام برجت نقطة ليس عليه يعني bu miqatni qildi shunami? Demak miqatni yani ishlatdi bu. Qanday miqatimiz bu miqatni ihrom bog'lab chiqdi demakchi. Yani u darvozadan chiqmay, ma darvozadan chiqdi. Va sababu xilaf hal huwa min an-nusuk alladhi yajib fi tarki ad-dam la. Mush miqat, o'zingni miqatni ishlatsan qan qilgan ishmi mushu muxolifat qan kelmaydigan ishmi deganda to'g'ri chiqibdi. Va la xilaf annahu yalzamu al-ihram man marra bi hadhihi al-mawaqit mimman arada al-hajj aw al-umra. Ham bu yerda hech qanday ixtilof yo'q deydi. Mush miqatlardan o'tgan kishi haj va umrni niyat qilgan bo'lsa, ihrom bog'lash kerak. Bunun talaştası yok. Ve amma men lem yuridhuma. Hozir boshqa masala o'tib ketdi hozir. Abu Hanifa'ning qarashimi bundan qarashgan. Hac umrini niyat qilib ham shu miqatdan o'tadigan odam chuqum ihrom bog'lash kerak deb bunun talaştası yok. Ve amma men lem yuridhuma. Endi hac umri
qilish niyati yo'q ekan buning. Ya tijorat uchun ziyoratga, urug'ga yo'qlash qilmoqchi ekan Saudiya Arabistonga. Va marra bihima andan ash miqatni o'tabdi. Va marra biha bo'ladi. Va marra biha ha? Bil miqat. Faqala qawmun kullu man marra bihima. Nima bu bihima degan nima? Biha deyla. Kullu man marra bil miqat deyla. Yalzamul ihram illa man yakthur tirdaduhu mislul hattabina ve shibhihim. Bazı alimlar şu arlıqda to'liq qatnab turdigan ishi, kasbi ashunda to'liq qatnashni taqozo qilgan o'tanchi, ko'machi, masalan, taksi shofirlari degandek bunda kishilarni hisob qilmaganda boshqa har qanday odam yo'lda o'tib qolsam zodi eram bo'lish kerak. Ya'ni tuqqa yo'qlash uchun borgan bo'lsam-mi, ziyorat uchun borgan bo'lsam, tijorat uchun borsam, Makkaga chiqmoqchi eram bo'lishing kerak. Va bi qala Malik, mana Imom Malik shunda debdi. Va qala qawmun la yalzamul ihram biha illa li muridil hajj aw al-umra. Haj umra ikkisining birisini niyat qilgan odam bo'lsa, unda ihrom bog'lash shart. Bo'lmasa ihrom bog'lamsin bo'ldi. Rasululloh Makka fath qilgan chaqda dakhala alayhi al-maghfar. Tumi qalpoqni kiyib chiganta ihrom bog'lamagan demakchi. O chaqda haj qilaman, umra qilaman deb chimidi, fath qilaman deb chidi. Nolga sen boshqa ish uchun chiqib qolsam, ihrom bog'lamasang bo'ldi dedi. Va hada kullu liman laysa min ahli Makka. Buning hammasi ahli Makka emas bo'lgan taraf. Shu miqat vaqtida shu o'tgan nurg'un gaplar ahli Makka emas kishilarga qarta degan. Ahli Makka bo'lib qolsa. Fa innahum Makkaning 32 kishilarda bo'lgan gaplar. Ular o'zining mislidan boshlaydi dedi-ku. Ha, o'zining turalg'isidan manzilaydi dedi. Ana Makka ahlicha fa innahum yuhrimuna bil hajj minha. Hajga ashulmadan Makkaning o'zida ihrom bog'lab chiqadi. Yoki umrga ihrom bog'lamoqchi bo'lsa, halol joyga chiqib, cho'qamanda andan haramga kirdi. Va amma mata yuhrimu bil hajj ahli Makka, endi Makka ahli qachon ihrom bog'ladi hajga? Faqila idza ra'u al-hilal. Ba'zilar Zilhajjning oyishida birinchi kuni kirsalam, 5 kunlik oy tug'ilsalam, ihrom bog'laydi debdi ba'zilar. Va qila idza kharaja an-nas ila Mina. Ba'zilar 8-kuni bütün hacilar Minaga manga vaqtda ihrom bog'laydi deb. Hada va miqatul makanul mushtarati li anwa' hadhihi al-ibada. Makan e'tibor bilan ihrom bog'lash shartlari o'rinlarning bayoni shunday. Bu Zulhijjaning oyining kirishi bilan ihrom bog'lagan gaptaza 8 kun turdi debdi. Deb baxtlar. Hacilar qarash bo'lsa kerak. Endi al-qawl fi miqat zaman. Biz miqatni ish bo'lgan. Miqat makan, miqat zamondir. Ikkinchisi zaman qarta bekitilgan vaqt. Amma miqat zaman fa mahdudun aydan fi anwa' al-hajj al-thalath. Endi zaman miqati hajning 3 turligiga shuni bilan xos cheklangan. Ya'ni umri buning sirtida. Umri yil bo'yi qilsam bo'ldi. Lekin hajninkini bu ma'lum vaqtga belgilangan. Hajning 3 turi deydi. Ifrod, tamattu, qiron. U unda vaqt cho'lsa va huwa Shawwal va Zulqa'da va 9 min Zulhijja bittifaq. Yani mushu 3'e ittifaq holatda hamma olimlar mushu ma'qul gapdir. Endi bunda ortiqligida Imom Malik as-salatul ashhur kulluha mahallun lil-hajj debdi. 3 oy hammasi 3 oy to'liq hajning vaqti edi. Wa qala ash-Shafi'i ash-shahran wa 9 min Zulhijja. Imom Shafi'i 2 oy andagi yana Zulhijjadan 9 kun yani. Shawwal 1 oy to'liq, Zulqa'da to'liq, andan Zulhijjadan 9 kun debdi. Abu Hanifa 2 oy to'liq, andan Zulhijjadan 10 kun debdi. Shavvolni ajiye degani. Demak shu Shawvalda sizlar haj qilaman deb ihrom bog'lab jutlardan chiqsa bo'ldi. Tamattu olsun, ifrod olsun, uchinchi qarta azar. Masalan, jutidan shu ihrom bog'lagancha chiqib ifrod qilaman desa, berib shu haj nimasiga aram berib bo'lishimki, hajga saqlab oyda ifrod qilaman deb turish mumkin. Yo'q, uchinchi qarta degan so'z bor. Shawwal, Zulqa'da va 9 min Zulhijja bittifaq deb bu kimdan ittifoq qildi? Hamma olimlar shunday. Bu yana bu Shafi'i, Malik Ya uning ortiqida ixtilof bor. Uning ortiqida ixtilof bor. Hozir izida ittifoq keldi. Yani qadril muttafaq alayhi endi oz narsada ittifoq keldi. Ana uningdan ortiq deyotganlar chiqdi. Biz Imom Malik o'xshash. Demak, uningdan 9dan tuvan bo'lsa, 7 8 deganlar bormi? Yo'q. Hamiz 9 ga ma'qul keldi. 3 oyligini 9 ga ma'qul keldi. 9 kunga ma'qul deydi. 10-dan tortib uni qatimiz deb turib oldi. Shafi'niki ash-shahran va 9 min Zulhijja degan ittifoq bilan o'xshashmi? O'xshashan. Demak, eng tuvan deb baqni Imom Shafi'i ekan. Buningga hammasi ittifoq. Endi Imom Abu Hanifa 5 kunni qatib, 10 kunni ba'd deb turib oldi. Imom Malik endi qolgan 20 kunni qatib, ma'lum hisob deb turib oldi. Demak, ba'nida ixtilof bordi. 10 kuni, qolgan 20 kunda ixtilof bor. Malikning bugün bizlarda oxirat kunlarda
Benim ehram bağlısını o işte kılanlar. Ya o deganlik bu chog'da ehram bog'lab haj qilsa deganlik emas. Haj faoliyatlarini sen kechiktirib qolsang, yana vaqtida bo'lgan bo'ldi. Vaqtda chiqib bo'lguncha sen yana qilgan bo'lsa. Tavaful ifoda. Yani o rukni, shu hajning ruknining birisi. Buni masalan biz haj qilgan chog'da 3 kun Minadan to'liq turib chirib bo'lib, 3-chi kunlari 4-chi kuni qildik. Tavaf ifoda. Xuddi masalan birisi og'riq qolib bir ish bo'lib, yana 15 kun o'tgandan keyin qildi. Zulhajja hechgan o'tgan. Zulhajjaning 25-chi kunlari qildi. Demak, haj oyida, haj vaqtida hajning faoliyatini ado qilgan bo'ldi. Ma tarafdan bunda deydi. Lekin u Arfatga yana shu chaqda chiqib tursam haj bo'lsa degan gap yo'q. Yani Medine'ye çıkıp kalsa ifraz olmaz. Ki qaytib chirib qilish. Qani kelishi mumkin. Yani chiqib qaytib chirsa hamda ba'zi olimlar qaytib chirib qilgandan keyin mayli deyish mumkin. Ya ba'zi xuddi bu tavof ifodani rafd qilib tashlab bunda qilganlik uchun qani kildi deyish mumkin. Lekin bu shu 3 oyda to'liq desak, tavof ifodani shu 3 oyning ichida Zulhajjaning oxiri qadar sen qilib ola olsang, vaqtida qilgan bo'lsa. Undan o'tib ketib qolsa, bundan vaqt ketganday. Kelajak qilsa degandek. Demak, 3 oy degani sal kang tashar degan. Va dalil qawli umum qawli subhanahu va taala al-hajj ashhurun ma'lumat. Imom Malik mush oyani dalil qildi. Al-hajj ashhurun ma'lumat. Ma'lum oylardir. Oylar deganda shu jama mishal o'sh deganni bildirdi deb turadi. Favajaba yutlaq ala jami' ayyam al-hajja. Ashhur degandan keyin ay yoki oylar degandan keyin uni ishga kelmay manchkun deb demay uni to'liq bir oyin deymiz. Zulhajjaning 3dan birini deb turolmaymiz. Asluhu intilaqu ala jami' ayyam Shawwal va Zulqa'da. Undan bu xuddi nima qiyas asluhu degan. Yani maqisali nima? Shawwalmi to'liq oy bo'ldi-ku? Zulqa'dami to'liq oy bo'ldimi? Zulhajja kelgansan puchuq oy qilmaysa, buni to'liq oy qilsa shunga o'xshash. Qiyasan. Yani asluhu degan yani al-maqisali annahu yutlaq ala jami' ayyam Shawwal va Zulqa'da. Va dalil fariq ath-thani ikkinchi ko'rib olimlar to'liq emas deganlar deydi. Inqidal ihrom qabla tamam ash-shahr ath-thalith. Yani ihram işi 3-chi oy yani Zulhajja tugab bo'lguncha tamom bo'lib bo'ldi-ku. Tugaydi deb turib. Ben qada faali vacib. Vacib faaliyatle tugashilar tugaydi deb turib. Azbiyadik miqatning nemisini shu ihrom qilaqdar miqatni degan. Beshinchi ihrom qilaqdar. Keyin andin buning oxiri nimaga aloqador? Xuddi qurbonlikning oyida kechiktirib masalan ihromda davomlashib ketsimi, shuning shudig'i? Yani uning oyig'i haj faolining oyig'ini bug'ashga munosabatli miqat deydi oyig'ini. Ana vacib faoliyatlar tugab bo'ldi debdi. 3-chi oy to'liq bo'lib bo'lguncha, masalan 13-chi, 14-chi kunlar tugab bo'ldi degan tariqada. Va foidatul xilaf, am bu talashlarning mevasi nereden chiqdi bo'lsa, ta'akhur tavaful ifoda ila oxir shahr. Tavaful ifodani oyning oxiri qadar kechiktiradi agar 3 oy to'liq degan taqdirda. Va in ahrama bil hajj qabla ashhuril hajj karihahu Malik. Ma boshqa masala. Bu boshlanishga munosabatlik, haj oylaridan ilgari ihrom bog'lab qolsa hajga Ramazonda ihrom bog'lasa bu makruhga. Chunki ashhuril hajj kirmidi taqa. Makruh walakin sahha ihramu indahu lekin say bo'ldi deb. Imom Abu Hanifa'ning qarshini say bo'ldi. Oylardan ilgari ihrom bog'lab qolsa hajga bo'ladi. Wa qala ghayruhu la yasihhu ihramuhu. Undan boshqa olimlar ya hajga qilgan ihromi to'g'rimaydi deb. Wa qala Shafi'i yan'aqidu ihramuhu ihram umrah. Imam Shafi'i ya bu umri hisob bo'ldi. Lekin berib ya turib ki haj vaqti bo'lgan chaqda Makka hajga ihrom bog'lab tursa, o chaqda haj bo'ldi. Lekin dastlab menga chaqda umri hisoblaymiz. Faman shabbahu bi vaqti salat qal la yaqa qabla al-vaqt. Namozning vaqti o'xshatganlar, u namozning vaqti kirishdan ilgari o'qisa adolatli bo'lmaydi. Shunga o'xshab qolsa bo'lmaydi deb. Wa man i'tamada umuma qawlihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah, mush oyatning umumiga istig'ollar qala mata ahrama inaqada ihromi. Demak sen bishada ihrom bog'ildan ishni boshlab qo'yding hozir. Tamomlashing kerak. Yani ki tamam hisob bo'ldi, sen tamomlaysan deb turadi. Li'annahu ma'murun bil itmam. Chunki u to'liqlash, tamomlashga buyurilgan. Va rubbama shabbahu al-hajj fi hadha al-ma'na bil umra. Balki ba'zida mush hajni mush mazmunda, yani tamomlash demasda umrga o'xshatgan bo'lishi mumkin. Ya'ni umra yil bo'yi qilsang bo'ldi. Hajni yil bo'yi qilsang bo'ldi. Qiyas.
Ve şebbehu miqatu zaman bi miqatil umra. Zaman miqatı mı ömrünün miqatıga o'xshaydi. Ömrünün zamanı miqatında belgilenmegende qachon qilsang bo'libdi. Bu mu ashurul hajdan boshchaqdami boshlasan bo'ldi. Lekin bunda ayrim oyat keldi. Al-hajj ashurun ma'lumat. Nas. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير. Yani İmam Şafii'nin mesela başka bir narsının vaktida, başka bir narsını öz üstüne gelip bolsa, onun udultulduğun narsiga ötkülüp ketadi. Yani bu caiz olmasa onun udultulduğun narsiga ötkülüp ketadi degan bir qoidasi var İmam Şafii. Şunun asasen bu çağda hac qilib bo'lmaydi. Hac vaqti emasdi. Undan keyin buning o'xshashini umrga o'zgartiramiz. Mesela yasuma nadran fi ayyam Ramazan. Xuddi Ramazon oylarida nazr qilgan ro'zasini tutibdi bu. Qanday oldu? Ramazonga o'tkilib ketdi. Va hada al-asl fi ixtilafin fil mazhab. Fil mazhab degani Shafiy mazhabining ishida emas. Lekin Shafiy mazhabining ishida bunda ixtilof bor. Mush qoidani hisob qilamdik, qilmamdik deganmiz. Endi ömrüge gelsek, فَاِنَّ الْعُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِهَا فِي كُلِّ أَوْقَاتِ سَنَةٍ. Alimlar yıl boyu ömrü kıysan buludu deb ittifak gelgan. لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تُصْنَعُ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. Cahiliyet zamanında qandayken hac vaqtida umr qilish yo'q. Jahiliyatda hac vaqtida umr qilish yo'q. Hac vaqtidan boshqadan umr qilish yo'q. Lekin islomiyat kelgandan keyin buni Rasululloh so'zi orqali daxalatul umra fil hajj ila yawmil qiyamah degan so'z orqali yani umrimi hajlar chetlib ketganda qachon hajning vaqtida umr qilsam bo'lardi degan tariqada buni ruxsat qiladi. Va qala Abu Hanifa tajuzu fi kulli sana illa yawm Arafa va yawm an-nahr va ayyam at-tashriq fa innaha tukrah. Abu Hanifa yil bo'yi demabdi. 5 kunni bundan chiqarib o'tib, endi yil bo'yi deb. Mush 5 kunda umr qilsam bo'lmaydi ekan. Boshlarda qilsam bo'ldi. Nima uchun desam, bu kunlarning fazilati favqulodda yuqori bo'lgan ekan. Buningda umr qilmaysa, ash faoliyatni qilsa demakchi. Umr qilib cho'ngni qiladi. Yil bo'yi fursat tegmaydigan, o'qimsan o'tib ketadigan narsa qilib ondan keyin umr qilsam bo'ldi demakchi. Bu Hazrat Oyshadan kelgan bir asar bo'yicha şunu tayanalım. Bu 5 günde umr qilishga bo'lmaydi degan asar bor. Navoiyda hajga chiqmagan makinliklar shu Arafat kunlari umr qilsa bo'lmaydi ekanda. Bo'lmaydi demak. Bu shunga asosan bo'lmaydi deydi. Yani hajga chiqmasmi deyapti. Hajga chiqmaganmi? Makka chiqgan chiqmaydiganlar. Demak, mushkullari umr qilmaslikning shu Arafat minalni va avatlikni alohidligini ko'rsatish. U yerda avat to'lab ketib, bu yerda yana bir boshqa odamlar o'zining bilan shug'ullanib avat bunda bulavasa onun alayda qilmaydi demak. Endi o ömrünü tekrar qilib bo'lmaydi degan, hajni tekrar qilib bo'lmaydi deyish kerak-da aslida. Shunada Rasululloh bir qatim qilgan hajni Madinadan. Deb hajni tekrar qilish uni cheklash kerak. Endi uni mumkin emas cheklanmaydi. Vaqtalafu fi takririha fi sanati al-wahidati miraran. Biz degan masala chiqdi. Bir yil ichida necha qatim tekrar umr qilsa, buni ixtilof chiqib qoldi. Fakana Malikun yastahibbu umratan fi kulli sana. İmam Malik her bir yıl bir qatim umrini mustahab deb qarab, yaxshi dedi. Ve yukrahu qu umratayn indahu ve thalathan fi sanati al-wahida. Bir qatim ortiq, 2-3 qatim umr qilish makruh deb qarabdi. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك. إمام الشافعي وأبو حنيفة مكروه ما نمشي مكروه oldu. İmam Malik bir qatar qilsam şu an afzal şu deb. 2 3 4 5 10 manda qilsam makruhdir. Bu nima uchun makruh dedi? Balki Rasululloh bir yilda bir qatimdan ortiq qilmagan degan bo'yicha degan bo'lsin. 2 qatim qilmagan degan tarafcha. Ayrim bir cheklama bo'lmagan ekan, biz bulardi. Aslında namoz o'xshash. Namazda mutlaq buyurdu-ku. Bundan keyin sen qachon da xalsan, saat mesela 10 oldu, 10:30 oldu, 11 oldu, 8 rakat o'qimsa, 20 rakat o'qimsa, 30 rakat o'qilamsa, o'zing ixtiyorlik. Endi umrininki ayrim bir fazilati bor. Bir umrga qarta beriladigan savob, ayrim fazilati bor. Hatta mesela Ramazonda qilgan bir umra, men bilan qilgan bir haj deganda kelsa-ku. Ömrüge alayda bir savab berdiganlikka hadisli kelgan. Undan keyin buning qiziqadiganlar himmat qilib qolsa, jiq savobga erishimiz deb qolsa, fursat bormi? Undan keyin hozir kishilar Rasululloh 4 qatim umr qilgan, 1 qatim haj qilgan. Lekin Rasululloh qanday shug'ullangan o chaqda? Har 6 oyda 1 qatim jihatga chiqqan. Her haftada bir qatimda u yoqqa qo'shin tayyorlab o'tgan. Bunda jiddiychilik o'tgan. Hozir odamning hayoti shundaymi? Undan keyin necha qatim umr qilib qis bo'ldi. Rasululloh unda jiddiychilik o'tmagan bo'lsa-da, hozir Makkada
Yaşab bunda o'tgandek bo'lgan bo'lsa, balki endi jiqilishi mumkin. Xuddi inni la astagfirulloh fil yawm 100 marra dedi-ku. Demak, istig'for hamda odatda endi qilaversa, endi jiqildi demakchi. Namoz o'qisima shu putlari yerilib ketgan qadar, ishib ketgan qadar o'qiydi-ku. Endi jiqilsam bo'lmaydi dedi-ku, unda chekim yo'q dedi. فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمنية والمكانية. مشلا إحرامның zaman makanға münasibetlik şartlarından ibaret. Şart kıldığın sözler şöyle. وينبغي بعد ذلك أن نصير على القول في الإحرام. Bundan keyin biz ihram to'g'riliq so'z qilishimiz kerak. وقبل ذلك undan ilgircho yanbag'i naqula fi turukihi. Ihram bag'lashda sen nima ishlarni qilsang bo'lmaydi. Qanday ishlarni tashlashing kerak? Buningdan so'zlash kerak. Adama bahs qilishda avlaviya, eng muhim başta so'zlash kerak, shuni bayon qilyapti. ثم نقول بعد ذلك في الأفعال الخاصة بالمحرم إلى حين إحلاله وهي أفعال الحج كلها وتركه. Undan keyin biz nimani bahs qilamiz? Ihram bağlagan kishi ihramdan chiqqan qadar bo'lgan oraliqdagi faoliyatlari. Demak, bu ajdan butun faoliyati shuning ichiga kiribdi deydi. Va qilmaydigan ishlarmi? Tashlash kerak bo'lgan ish harakatlarmi shuning ichiga kiribdi. ثم نقول في أحكام الإحلال بالتروك والأفعال عندن biz aşu ma'ni qilsam bo'ldi ya bo'lmaydi, menda qilmasligim kerak degan shartlarga, ko'rsatmalarga rioya qilmay, biror ixtilof chiqib qolsa, chataq chiqib qolsa, buni hukmi nima bo'ldi deganni undan bahs qilmaymiz. Qon kelamdi, ya'ni kelar jilaj qilishing kerakmi degandek. Fal nabda bit-turuk demak, ihrom bo'lgan kishi qanday ishlarni qilsa bo'lmaydi, qanday ishlarni tashlash kerak, buningdan boshlaylik. Yani kelarki masala ihrom bo'lgan kishi nimalarni qilmaslik kerakdan iborat ekan. O'ziga yuqorgi masalada miqatniki zamonni 2 oy 9 kun yoki 2 oy 12 yoshga qayd qilib qo'yildi. Haj oylarga. Ha. Undan boshqa vaqtda masalan haj qilmamada umra qilganmi? Umrning vaqti yil bo'yi. Yil bo'yi. Endi bu 3 oyda vaqt boshqa vaqtda endi bu miqatniki vaqt shu umrga zamonliq nimasi o chiqtadi yoki ya'ni yo'q, hajga nisbatan shu oylar bekitilib qo'yiladi. Umrga nisbatan yil bo'yi. U miqat yo'q demak. Umrga nisbatan u miqat yo'q, zamoniy miqat yo'q. Faqat 5 kundan da bu hanifa 5 kun chiqaryapti, lekin umuman bir yil bo'yi odatda u kunlar udlab bo'lmaydi. Lekin bu o'sha vaqtda boshqa vaqtda umra qilgan odam ihrom bilan o'qib bu miqatni deb chiqib qolsa yana makaniy miqatning gibini qilyapti. Ha. Makaniy miqatni o'tirgasi bo'lmaydi shu. Demak, makaniy miqatga nisbatan umr va haj o'xshash. Shu joydan ihrom bog'lamay o'tsang bo'lmaydi. O joyda makaniy kuchga yana zamoniy kuchga bo'ldimi? Nimani? Ya, chunki Qur'on karimda al-hajj ashhurun ma'lumat dedi. Al-hajj wal umratu ashhurun ma'lumat demadi. Ikkisining o'xshamaydigan yerlari bor. Hozir masalan bir odam nima kelgan bo'lsa, men Iroq tarafdan shu Shavvol chirisidan bir kun ilgari miqatni o'tib ketsa, hajga ihrom bog'lab bo'lmaydi demak. Bo'lmaydi demak. Bir qarashda. Va Imom Malik va Abu Hanifa unda ilgari bog'lab qolsa mayli deb qoldi. Lekin mayli emas deganlar, unda ilgari o'tib ketib qolsa bo'lmaydi. Masalan, Ramazonda bog'lan, bizning hojlar Ramazonda bordi. Ramazonda borib haj qilib keldi bular. Demak, sen shu bog'i vaqtida umrga ihrom bog'lagancha haj qilish niyating o'chadi yo'q deydi. Sen umrga bog'lan bo'lding. Shu turuq qilib, haj vaqti kelib qopti, undan chiqqan bo'lding deydi. Yo'q, mana shu haj qilaman deb bunda niyat bog'lab chiqqandan so'ng unda niyating baka. Unda qilish yo'q. Hisob emas ekan. Haj oylarida bo'lsa, undan hajga hisob tutadi. Lekin Abu Hanifa va Imom Malikning qarshida haj oylaridan ilgari hajga ihrom bog'lasin bo'ladi dedi. Ular vaqtini belgilab bular, unda ilgari hajga ihrom bog'lan bo'lsin mayli dedi. Bu tarafdan yana kamchilik. Lekin kechikishda, oxirida kechikib qolishda balki mayli demaydi. Yani ondan da kechikib qolsa. Ammo masalan o'sha Abu Hanifa bilan Shafi'ning qarashi 9-kun 10 kun deb qo'ydi-ku. 9-kundan 10 kunda hajning faoliyatlari, vajibatlari tugamaydi. Tugmaydi. Bu tarafdan bundan qarşı aciz. Mesela 10. güne 9. gün tugide etsek, şu Arafat günlerinin tugib ketdi. Qurbanlik qilish, chachchuyda, tavof ifoda rukni bo'lgan. Tash etish, mandanaslar taqa nari qiladi. Bishni qilmay turib ahlandan chiqib qilib. Ha, endi Imom Abu Hanifa bir qadar oxir dajib qurbanlik qilish masalan. Aytgani tash etish, ma'nimi nima qilish, shu kuni tavof ifoda qilib oladi deb mushkullar bo'g'ilibdi. Lekin undan keyin anda Minada 2 kun turish va taqa. Abu Hanifa'ning bekana
hozir 10-chi kunda masalan ehramdan chiqish imkoniyati bor. Aqplab amma yurishtirib oladi demakchi. O kuni tavob ifozga chiqib qasmning ehram ketmagan. Unda minaj kun yetishni mayli deydi. Lekin Imom Malik unda qanday o nimani tavob ifodni ihromga bog'lab qo'ymadida, ihrom qism bilgan. Bo'ldi. Lekin yana 11-kuni qash etish bor yana. Onun ihramsiz asıl bulardı. Ehram ketmaydi. Balki shu ehram bog'lab qo'yganmiz. Ihramniki en ahirgi chekigichilik bekitgan. Shunda ko'rgan bo'lishi mumkin. O'zining ko'z qarashida ehramni bog'lab. Allohu a'lam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين